Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tülhuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halit Musettek, şir yürek oğlanları. Sahabiler hayatıdan tallanmalar. Said ibn Amir el-Jumahi. Yaş yigit Said ibn Amir el-Jumahi Muhammed aleyhisselamның sahabillerden Xubayb ibn Adi tutulgandan keyin şunun ölümünü görüş üçün Mekke'nin sırtıdaki Tan'im rayoniga chiqishga tashkillangan necha ming Qurayshlar ichidagi biri edi. Allah Saidning navqiron yoshligi, pishib yetilgan yigitligi kishilar bilan teng turish, hatto Abu Sufyan, Saffon ibn Umayyalardek Quraysh kattavashlariga o'xshash sapning beshida turadigan Quraysh peshqadamlari bilan barobar turish imkoniyatiga ega qilgan. Bu uningga Qurayshlarning kishanlangan asri Xubaybni ko'rish fursatini yaratib berdi. Ayollar, bolalar va yoshlar uni o'ltirib Muhammad alayhisalomdan shaxsiy intiqomini va o'zlarining Badrda o'ltirilgan kishilarning qisosini olish uchun o'lim maydoniga ittirib elib ketayotdi. Bu jamoat o'z asrini o'ltirish maydoniga elib borganda Said o'zining egiz qomati bilan dar oldiga elib ketilayotgan Xubaybni ko'rib to'xtadi va ayollar, bolalarning cho'qonlari orasidan Xubaybning tamkin, ko'tarangi ovozini angladi. Agar xohlasanglar, o'lishdan ilgari 2 rakat namoz o'qib olsam. Said Xubaybga qaradi. Xubayb qibliga qarab 2 rakat namoz o'qidi. Bu 2 rakat namoz haqiqatan chiroyli va mukammal o'qilgan edi. Ondan Xubayb Qurayshlarning boshliqlariga oldini qilib, Alloh bilan qasamki, meni o'limdan qo'rqib namozni uzun o'qidi deb qolmasin demaydigan bo'lsam, teximi uzun o'qiydim, dedi. Said o'z qavmining Xubaybni tirik turg'izib chanavatganligini, badanini bir-birlab yonavatganligini ko'rdi. Ular Xubaybga "Sen qutulib, sening o'rningda Muhammadning bo'lishini xohlamsan?" deydi. Uning badanidan qonlar eqiyotdi. Xubayb javoban: "Alloh bilan qasamki, men uyimda bolalarim bilan xotirjam turib, Muhammad alayhisalomga bir tal tikanning kirishiga qat'iy rozi emas", dedi. Shu hamon kishilarning qo'llari bo'shliqda pulanglab, "Uni o'ltiringlar, uni o'ltiringlar" degan cho'qonlari ko'kka ko'tarildi. Said Xubaybning dar ustidagi ko'zini osmonga tikib duo qilayotganligini ko'rdi. U mundaq deydi: "Ey Alloh, ularni bir butun yiqqin, bir-birlab o'ltirgin, birini qoldirmagin." Uning shundoq deb Alloh taologa iltijo qilib turgan beti nafsi uzildi. Uning jasadidagi qilich urilgan, nayzi sanchilgan joylarni sanab tugatkili bo'lmaydi. Qurayshliklar Makkaga qaytishdi. Cho'ng voqealar qisqanchiligida Xubayb va uning o'limini Qurayshliklar unutib ketdi. Lekin Xubayb Quramiga yetgan Saidning xotirasidan 1 minutmi ko'tarilib ketmadi. U Xubaybni uxlasa tushida, uyg'onsa ko'ngil ekranida ko'radi. Xubaybning dar oldidagi xotirjam, tamkin holda 2 rakat namoz o'qiyotgan holati ko'z oldiga keladi. Saidning quloq tubida Xubaybning Qurayshlarning ziyniga duo qilayotgan ovozi jaranglaydi-da, o'ziga mushu ish tufaylidan Alloh taolaning g'azab qilishidan qo'rqadi. Xubayb Saidga bundan burun bilmagan nurg'un narsalarni o'kitib qo'ydi. Uningga haqiqiy hayotlikning aqida va shu aqida yo'lida o'lgichi kurash qilish ekanligini, mustahkam iymonning ajoyib ishlarni qiladiganligini, mo'jizalarni vujudga chiqaradiganligini o'kitib qo'ydi. Uningga yana ham suhbatlari butkul vujudi bilan yaxshi ko'radigan bu kishining, ya'ni Muhammad alayhisalomning osmondan kuchlantirilgan payg'ambar ekanligini o'kitib qo'ydi. Bu vaqtda Allah Saidning qalbini islom uchun echibdi. Said kishilar orasida o'rnidan turib, o'zining Qurayshlarning yomonliklaridan bezor ekanligini, ularning butlaridan qo'l uzganligini, Alloh taolaning diniga kirganligini e'lon qildi. Said Madinaga hijrat qilib berib, payg'ambar alayhisalom bilan birga turdi. Xaybar va uningdan keyingi bir qancha urushlarga qatnashdi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lganda Saiddan rozi edi. Said
Shuningdan keyin payg'ambarimizning ikki xalifasi Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumalarning qo'lidagi yalang'ochlangan qilich bo'lib turdi. Hamda dunyoga oxiratni setib olgan, Alloh taolaning roziligini, Alloh taolaning savobini, ko'ngillarning qiziqtirishi, jismning shahvatlaridan ustun bilgan mu'minlarning mislsiz ulgusi bo'lib yashadi. Payg'ambarimizning ikki xalifasi Saidning rostchilligi va uning taqvoligini biladi. Uning nasihatiga quloq soladi. So'ziga ko'ngil biladi. Said Umarning xalifalik davrida uning qishig'i kirib, "Ey Umar, men sening kishilar to'g'risida Allohdan qo'rqishingni, Alloh to'g'risida kishilardan qo'rqmasligingni, so'zingning ish harakatingga qarshi bo'lmasligini tavsiya qilaman. Cho'qimki, so'zning yaxshisi amaliyotda elib berilgan. Ey Umar, Alloh seni ishlariga boshliq qilib qo'ygan yaqin yiroq joydagi musulmonlarning ishlarida adil bo'l. Sen o'zingga va bola chaqalaringga yaxshi ko'rgan narsani ularga ham yaxshi ko'r. O'zingga va bola chaqalaringga yomon ko'rgan narsani ularga ham yomon ko'r. Haqiqatga cho'nqur cho'kkin. Alloh to'g'risidagi fitnaxo'rning fitnasidan qo'rqma" degan edi. Umar, "Ey Said, buningga kimmi qodir bo'la oladi?" deganda Said, "Buningga Alloh Muhammad alayhisalomning ummatining ishiga ega qilgan va uning bilan Alloh taolaning o'ttirsida vosita bo'lmagan sanga o'xshash odam qodir bo'la oladi" dedi. Umar Saidni huzuriga chaqirtib, "Ey Said, biz seni Himsa shahriga vali qilmoqchi" dedi. Umar, "Meni azdurmasang, meni dunyoga yaqin yo'llatmasang" dedi Said. Bu chaqda Umar achchiqlab, "Voy esit sizlarga. Sizlar mushuncha ishlarni mening zimmamga yuklab qo'ydinglar. Ondan mendan yiroqlashdinglar" dedi va uni Himsa shahriga vali qildi va "Sana maosh to'xtatib beramizmi?" deganda Said, "Ey Amirul Mu'minin, men uni nima qilaman? Mening Baytul Moldan kelgan nesivam hojitimdan yetib oshidi" dedi-da Himsaga qarab yo'l oldi. Uzun o'tmay Himsa shahridan bir turkum ishonchli kishilar Umarning qishig'a elchilikka keldi. Umar ularga, "Sizlar menga oranglardagi kambag'allarning ismini yozib beringlar. Men hojatidan chiqay" dedi. Ular bir parcha xat ko'tarib kelishdi. U xatda kambag'allarning ismi bor bo'lib, shu qatorda Said ibn Amir deb bir odam bor ekan. Umar, "Said ibn Amir degan kim?" deb so'radi. "Bizning boshlig'imiz" deb javob berishdi elchilar javoban. "Boshliqinglar kambag'almi?" deb so'radi Umar. "Ha, Alloh bilan qasamki, uning uyida bir necha kun uda o't yiqilmaydi" deyishdi. Umar yig'lab ketdi. Hattoki yoshlari soqolini ho'l qilyapti. Ondan 1000 dinar tayyorlab berib mundoq dedi: "Uningga mendan salom aytinglar va uningga mu'minlarning amiri bu pullarni ishlatsin deb sizga avatdi danglar" dedi. Elchilar Saidning qishig'a hamyonni elib bordi. Said hamyondagi pulni ko'rib, uni o'zidan yiroqlashtirib, xuddi azob tushgandek, "Biz Allohning elikidimiz. Yana Alloh tarafga qaytamiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz Allohning elikidimiz. Yana Alloh tarafga qaytamiz" dedi. Buni anglagan ayoli yugurib chiqib, "Ey Said, sana nima bo'ldi? Amirul Mu'minin vafot bo'ptimi?" deb so'radi. "Uningdanmi cho'ngroq ish bo'pti" dedi Said. "Musulmonlar biror vaqaga duch kelibdimi?" deb qayta so'radi ayoli yana. "Uningdanmi cho'ngroq ish bo'pti. Oxiratligimni buzg'ili dunyo kirdi. Uyimga fitna tushdi" dedi. Ayoli buni anglab, "Uningdan yiroq bo'ling" dedi. "Menga mushundaq ishda yordam beramsan?" "Ha" dedi ayoli darhol. Said dinarlarni hamyonga silib, kambag'al musulmonlarga tarqitib berdi. Yuqoridagi ishlarga uzun o'tmay Umar ibn Xattob Sham shahrining ahvolini ko'zdan kechirgili Himsa shahriga kelganda, Himsa shahrining mo'tavarlari Umarning oldiga salomga keldi. Umar ulardan "Boshliqinglar qandoqkan?" deb so'radi. Ular Saidning ustidan 4 ishni shikoyat qilishdi. U ishlar bir-birisidan cho'ng edi. Umar mundoq deydi: "Men Said va uning qo'l ostidagi kishilarni yig'dim va Alloh taolodan gumonimni ishga oshirmaslikni tiladim. Men Saiddan cho'ng umidda edim. Ular hammasi yig'ilib bo'lganda men ulardan, boshliqinglardan nimani shikoyat qilsizlar deb so'radim.
u bizning qishimizga kun chiqmog'icha chiqmaydi deyishdi. Said, sen bu to'g'risida nima deysan deb so'radim Saiddan. Said birdam jim turib, Alloh bilan qasamki, men bu ishni oshkora qilishni bakmi yomon ko'ratdim. Ammo demay amal bo'lmadi. Men odatda xamir yo'g'iraman. Xamir o'rlab tinib bo'lguncha kutib turman. Ondan tahorat elib kishilarning qishig'i chiqaman dedi. Umar yana mundaq deydi. Men kishilardan Saiddan yana qandoq ishlarni shikoyat qilasizlar desam, ular u kechida hech kimga ishkini ochmaydi deyishdi. Said, sen bu to'g'risida nima deysan deb so'radim uningdan. Alloh bilan qasamki, men bu ishni oshkora qilishni yoqtirmaydim. Men kechini Alloh uchun, kunduzni kishilar uchun qilgan edim dedi. Sizlar Saiddan yana nimani talab qilasizlar deb so'radim mutavallardan. U qishimizga har oyda bir kun chiqmaydi deyishdi ular. Said, bu nima ish deb so'radim. Ey Amirul Mu'minin, mening uyimda xizmatchi yo'q. Kiyayotgan kiyimimdan boshqa kiyimim yo'q. Men uni har oyda bir qatim yo'yaman. Qurib bo'lguncha kutib turaman. Ondan ularning qishig'a kech tarafda chiqaman dedi Said. Sizlar yana Said to'g'risida nimani shikoyat qilasizlar deb so'radim. Ular u ba'zi vaqtlarda o'zini yo'qotib qo'ydi. Bundaq vaqtlarda u kishilarni tashlab so'rindan chiqib ketadi deyishdi. Men Said, bu nima ish deb so'radim. Men ilgari mushrik vaqtimda Xubaybning o'lim maydonida hozir edim. Qurayshlarning uning jasadini parchalayotganligini ko'rgan edim. Ular Xubaybga, sen qutulib Muhammadning sening o'rningda bo'lishini xohlamsan deganda, Xubayb javoban, Alloh bilan qasamki, men uyimda xotirjam turib, Muhammad alayhissalomga bir tal tikanning sanjilib qolishiga rozi emasman degan edi. Alloh bilan qasamki, men mushu kunni va uningga yordam bermaganligimni o'ylasam, Alloh mening gunohlarimni kechirmasmikin deb o'ylab qolaman. Mana mushu vaqtda men xudimni yo'qotib qo'yaman dedi Said. Bu vaqtda Umar gumonimni amalga oshirmagan Alloh taologa ming shukri deb o'z-o'ziga pichirladi. Ondan Saidning ehtiyojli o'rinlarga ishlatish uchun 1000 dinar avatib berdi. Bu pullarni ko'rgan ayoli Saidga, bizni sizni xizmatga selishdan behojat qilgan Alloh taologa 100 ming shukr. Bizga oshliq setib olib, xizmatchi selib bering, dedi Said. Sizga buningdanmi yaxshisi bo'lsa maylimi deb so'radi. Nima u deb so'radi ayoli qiziqib. Biz bu pullarni qishimizga so'rab kelganlarga beramiz. Biz bu pullar orqali keladigan narsaga bek muhtoj. U nima? Biz uni chiroyli qarz sifatida berib turamiz. Bo'ladi. Alloh sizga yaxshi mukofotlarni bersin. Said o'rnidan yotganmayla dinarlarni hamyonga silib bolalardan biriga, sen bu pullarni palonining tul ayoliga, palonining yetimlariga, palonining miskinlarga, palonining hojatmanlariga opirib bergin deb topshirdi. Alloh Said ibn Amir al-Jumahidan rozi bo'lsin. U o'zining hojati bor turug'liq, o'zidan boshqalarni a'lo bilgan kishi edi. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari